Bo'ylari necha chiqib qoladi? 170 plusda bu. Bo'ldi. Orqaga qaytishlari unaqa narsalari yo'q, xudo xolasa. Qochadi o'zi ham. O'zi ham bilinib turibdi, ko'z tegmasin. Mashalloh. Akalar havas qilganlar bo'lsa, aloqachi qo'ng'iroq qilaveringlar. Bismillah. Assalomu alaykum O'zbegim otlari YouTube kanali kuzatuvchilar. Akalar, bugungi kun barchangizga xayrli bo'lsin. Otga mehr qo'ygan ota ishqozlari. Xudo xolasa bugungi chiqarishimiz Andijondan bo'ladi. Andijon viloyati Asaka tumanidan xudo xolasa Nozimjon akamni oldiga kelganmiz. Nozimjon akamda bugungi ikkita ot bor ekan akalar, xudo xolasa. Bir oldi, bir orqa qilib ishlasalaring ham bo'ladi. Video bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolasa. Otlarimizni ma'lumotini chiroyli qilib Nozimjon akamni o'zim olib beraman. Videoda ota kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, uzr so'rab o'tiramiz. Biz boshlaymiz. Nozimjon aka, assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Sog'lik yaxshimi aka? Charchamasdan. Sizmisiz? Rahmat, Allohga shukr. Charchamayapsizlarmi? Aka, xudo xolasa bugungi ikkita otimiz, ha? Ha, xudo xolasa. Birinchisiga shu kattasidan boshlaymiz, ha? Bo'laveradi. Falon bu yoqqa qaytarib turg'izib qo'ying-da joyiga. Xo'p aka, buni ma'lumotini boshlasak, kilichkasi qanday aka buni? Buni kilichkasi Gerkules buni. Gerkules. Yoshi nechida aka buni? Yoshi 5 ta. Yoshi 5 ta. Bo'ylari necha chiqib qoladi? 170 plusda bu. Zot haqida ma'lumot kelganmizmi buni? Bu smesh bu. Aniq bilmayman, lekin smesh bu. Yedi ishti sog'lomliklari hamma yo'q yaxshimi aka? Hamma yo'q zo'r, xudo xohlasa. Falon bu yoqqa bitta yurgizingda, bir 4 oyoqlarni ham tortib qo'yamiz. Ishlariga hamma yo'q kafolat, xudo xohlasa. Aha. Buni bir 4 oyoqlarni tortay aka. Taqalari bor ekan-a? Hamma yo'q zo'r, taqalangan. 4 oyoqlar sog'lommi aka? Sog'lom, hamma yo'q sog'lom. Defekt yo'q, xudo xohlasa. Oshcha gap so'z. Yo'q. Muammolar bo'lmaydi aka? Yo'q, inshaalloh bo'lmaydi. Xudo xohlasa. Bo'ylari necha chiqib qoladi dedingiz aka? 170 dan balandroqda. 170. Nima qilish? 170 ga olsin aka. Ha. Qolganini bonusga beraverasiz. Maylimi aka? Xo'p, aka hali yosh ekan. Bir uloqqa bir oralatib ko'rilgan bolalarga. Oralatganmiz, ha. Bu yil oralattirdik, o'tgan yil jinni oralattirganmiz. Borishlari hamma yo'q yaxshi, endi qattiq solinmaganda, chunki 5 yashar hali. Bunaqa katta uloqlarga olib kirmaganmiz. Gashtay uloqlarga olib kirib, o'zimizdagi bo'layotgan uloqlarga olib kirib, olib kirib. Endi bo'ladigan polvonlar, masalan, xudo xolasa nasib bo'lib qolsa, olib kirishib katta uloqlarga o'rgatishib olsa, o'zi ko'rinib ham turibdi otam. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi aka. Yo'q, inshaalloh. Hali galadan zada bo'lib qolgan unaqa narsalar yo'q. To'g'ri boraveradi, xudo xolasa. Vijdoni yaxshimi aka, tozami? Hamma yo'q, toza, vijdonlari toza, pokiza. Bo'ldi aka. Bunday bo'lsa, Nozimjon aka, buni bir narx-navolarni bir gaplashaylik aka. Buni narxini aka, xudo xolasa 6000 deyapmiz, endi xudo xolasa kami bor. 6000 dollar. Kelishtirib berasizmi aka? Xudo xolasa kelishtirib beramiz. Kelishadigan joyi bo'ladi aka. Endi aka 6000 ham kichkina pul emas. To'g'ri. To'g'rimi aka? Endi 6000 ga olgan odam misol uchun bir uloqlarini, yedi ishtilarini, sog'lomliklarini bir ko'raylik deydi. Ko'rib olib, hamma yo'g'ini tekshirib olib olaveradi, xudo xolasa. Bo'ldi aka. Poylar hamma yo'q toza? Hamma yo'g'i toza. Qiziqqanlar aloqachi qo'ng'iroq qilishaveradi, xudo xolasa. 6000 kami bor. Ha, kami bor. Aka, biz ikkinchisiga o'tiramizmi? O'tiramiz. Bo'ldi. Keyin oxirida bir ikkalasini juplab bir aka, bir yengil qo'yib yuborib, yurtirib ko'rsak ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Bunisiga o'taylik-da, keyin qolgan ma'lumotlarni yana beraveramiz. Bunisi qanday aka? Yoshi nechida buni? Bu 6 ga o'tdi, xudo xolasa. Aha. Ko'k bulut buni nimasi, kilichkasi. Ko'k bulut. Yoshi nechida dedingiz? 6 dedingiz, a? Zot qanday? Qora bayir, chista qora bayir. Qora bayir. Buni uloqlari qanday aka endi? Bu ham xuddi shunaqa. Uloqlarga bemalol borib kiraveradi. Soganmiz, buni o'tgan yil ham soganmiz. Xolasa videolari bor. Kelsa masalan kelishib qolsa ko'rsataveramiz ham soganlarimizni. Tashlab berilaveradi, qiziqqanlar bo'lsa Telegramdan, WhatsAppdan, ha. Jonivor lekin tez narsa shekilli o'zimi? O'ta tez. Falon aka bitta jilolatib yurgizib qo'ying-chi aka shu yerda. Ko'k bulut. Bulut akalar. Uloqlardan xudo xolasa muammo yo'q-a bular, ha? Muammo yo'q. Bemalol sop ko'rishib olishaveradi. Aka, buni bir kelganiga qancha muddat bo'lgan sizlarga bu otlar? 1 yildan o'tdi-da. 1 yildan o'tdi. Demak, bu yiliga saraton demini ham o'zlaring berdilar. Ha, berdi. Yaxshimi? Yem ko'tarishlari? Xudo xolasa zo'r, vobshe zo'r. Aha. Necha kilogacha edi shunisi? Sir bo'lmasa. Aka qanchagacha edi? 6 kilo. 6 kilo yedi. Hozirgi paytda qancha yeyapti Polon aka bu? 4 kilo. 4 kilo. 4 kilo yeb turibdi ekan, xudo xolasa. Xo'p, aka buni narxini necha pulga beramiz? Buni 4000 deymiz, xudo xolasa. 4000 dollar. Kami bo'ladimi? Kami bo'ladi, xudo xolasa o'tib beramiz inshaalloh. Xo'p, bir orqaga yetalab ko'rdilaringmi, ko'rilmadimi buni? O'zimizga.
Ha, ulardanmi? Ha, ulardan. Ha, yetalangan. Hamma yo'g'i bor. Ha, videolarigacha bor yetalanganlari yo'q. Qo'yib beraveramiz kelsa xudo xohlasa. Demak, xudo xolasa ikkalasi ham ishonchli oshlar. Ishonchli ko'rsa ham. Bo'ldi. Xudo xolasa. Orqaga qaytishlari unaqa narsalari yo'q xudo xolasa. Mana shu ko'k bulut o'ta tez ot mana shu. Shunday ekan aka. Qochadi o'zi ham. O'zi ham bilinib turibdi, ko'z tegmasin. Mashalloh. Akalar havas qilganlar bo'lsa, aloqa chiqib qo'ng'iroq qilaveringlar. Xo'p aka, xudo xolasa Gerkulesga ham bunga ham aloqa chiqishadi. Narx-navolarni sholi qilib kelishtirib berasiz aka. Inshaalloh kelishtirib beramiz. Bo'ldi. Qiziqqan akalar bo'lsa, akamizga aloqa chiqib qo'ng'iroq qilaveringlar. Manzilimiz Andijondan bo'lyapti. Andijon viloyati Asaka tumanidan. Aka, aniqroq lokatsiya qayer? Buyur. Masl zavodni oldiga kelib telefon qilishaveradi. Masl zavodda? Masl zavod. Asakani masl zavodini oldiga. Bo'ldi. Asakani masla zavodini oldiga kelib, bemalol aloqa chiqib qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. Videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. O'z videolarimizga yakun yasaymiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' va omon bo'linglar.